Hozir men sizlarga har kun bajarish shart bo'lgan narsalarni aytib ketaman. Masalan, o'sha yuqorida tekst formatida yozib tashlab zakrepić qilib qo'yganmiz. Shundan qaraysiz, yerda podrobno berilgan. U haqida yana ochib o'tib ketaman. Masalan, hozir tushunib olishingiz uchun aytaman. Sochingizni har kun taraysiz. Sochingiz chigal bo'lishi kerak emas. Har kun tishingizni yuvasiz, har kun burningizni tozalaysiz. Haftada bir marta, kamida bo'lmasa 2 marta tovonlaringizni tozalaysiz. Tovonlaringiz nima deydi? Uhod qilingan bo'lishi kerak. Uhod deganda qanaqaki, toza bo'lib, yuvilib, tam chiroyli bo'lib. Agar masalan qurib ketgan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa, kremlar surishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin. Обязательно tovonimizga e'tibor beramiz. Chunki tovonimiz bizani yer bilan ulab turadigan, yer energiyasini bizga o'tkazib beradigan a'zoyimiz hisoblanadi. Shuning uchun bular juda ham muhim. Hozir men bular haqida yana podrobno aytib ketaman. Qizlarjonlar, men sizlarga yuqorida o'sha zakrepić qilib qo'yganman. Minnatdorchilik marafonni o'sha 21 kun davom etadi va shu 21 kun davomida nimalar qilishingiz kerakligi haqida. Biologik tozalanish, ijtimoiy tozalanish, ruhiy tozalanish berganman. Men buni klub darslarida tozalanish oyligida bergan vazifalar. Buni men juda ham ko'p kurslarimizni boshida beraman. Chunki qaranglar, bizdan oziqlanib turadigan, insondan oziqlanib turadigan instinktlar bo'ladi yoki insonning energiyasini olib tashlaydigan shunaqa sущностlar bo'ladi. Mana shu narsalardan o'zimizni защищать qilish uchun, o'zimizni himoya qilish uchun, o'zimizga yordam berish uchun, energiyamizni to'plash uchun biz qilishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Bulardan masalan o'sha biologik tozalanishga kiradigan burun, og'iz, tishlaringizni har kuni tozalashingiz. Har 3 kunda yoki haftada hech bo'lmaganda bir marta o'sha oyog'ingiz tovonlarini tozalashingiz. Sochlar kirlanmasligi, chigal bo'lmasligi, tirnoqlaringiz toza bo'lishi, taningizdagi ortiqcha tukladan tozalab turishingiz. Har kuni agar iloji bo'lsa issiq kunda yoki bo'lmasa obedda, bilasizlar, qaynoq payti bo'ladi-yu, juda bo'lmasa kunning eng issiq payti bo'ladi. O'sha paytda iloji bo'lsa, hozir yomg'ir yog'yapti. Masalan, Toshkentda yomg'ir yog'yapti. Agar shunaqa issiq kunlar bo'lsa, quyosh tushib turgan joyda bo'ladimi? O'sha yerda yarim soat yalangoyoq, noskisiz, hech narsasiz, prям tuproq ustida yurish. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, mana masalan, o'sha sovuq kunlar bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, agar sog'lig'ingizda muammo yo'q bo'lsa, iloji boricha o'sha хотя бы 7 minut bo'lmasa 3 minut o'sha oyoq yalang, o'sha turish, yerda turish. Iloji bo'lsa o'sha tuproq ustida turish. Agar hozir yomg'ir yog'ayotganda loy bo'lib ketgan bo'lsa yoki boshqa bo'lgan bo'lsa, mayli, masalan o'sha asfaltli joy bo'lsa ham bo'laveradi. Keyingisi, qizlarjonlar, toza kiyimda bo'lishingiz. Mana shu iloji boricha shu oy davomida o'zingizga odat qilishga harakat qiling. Albatta toza kiyimda bo'lishga. Kir bo'ldimi yoki bo'lmasa hid bo'ldimi, masalan chesnok, piyozlar bo'ladi, ovqatlarning hidi, yog'larning hidi bo'ladi. Mana shunaqa bo'ldimi, sразу uni yuvish yoki bo'lmasam o'sha ovqat qiladigan kiyimingiz boshqa, o'zingiz kun davomida yuradigan kiyimingiz boshqa bo'lsin. Ko'p holatlarda masalan o'sha ayollik marafonlarda ham beraman. Oshxonangizda обязательно o'sha ovqat qilishingiz uchun mo'ljallangan bitta xalatmi nimadir bo'lsa, masalan ustingizdan ilib olib kiyib, o'sha ovqat hidi o'shanga o'tiradi. Uni kunda-kunora yuvib tursangiz ham, masalan o'sha har doim yuradigan kiyimlaringiz ham tanangizga o'tib ketib qolmaydi, shunaqa hidlar demoqchiman. Bu ham bizga juda ham muhim. Keyingisi, har kuni uyg'onganingizdan keyin uxlashingizdan oldin dush qabul qilishingiz. Masalan, o'sha uyg'onganingizdan keyin iloji boricha, masalan, juda issiq emas bo'lgan dush qabul qilasiz. Turganingizdan keyin o'sha tanangizga yoqadiganini qilasiz, keyin sal muzdayroq qilib tugatasiz. Bu nima beradi? Bu o'sha ertalabki sizga bodrost beradi. Uxlashdan oldin bo'lsa issiqroq dush qabul qilasiz. Uxlashdan oldin issiqroq dush qabul qilish insonni o'sha расслабиться qilishga, bo'shashga, taningiz bo'shashib, uxlaganda maza qilib uxlashingizga yordam beradi. Iloji boricha, masalan, hozir mana roza tutayotganlar bor, ma'lum sabablarga ko'ra roza tutolmayotganlar bor. Umumiy ma'noda ko'proq suv ichish. O'sha og'iz ochganingizda ham iloji boricha o'sha yarim litr bo'ladimi, 700 gram suv bo'ladimi, ho'plab ichishingiz. Iliqdan issiqroq bo'ladimi? Mana shunaqa qilib iloji boricha ko'proq suv ichamiz. Keyingisi ijtimoiy tozalanish. Men hozir sizlarga yuqorida taningiz bilan bog'liq bo'lgan narsalarni aytdim. Eng asosiysi bu yerda o'sha
asosan tozalikka rioya qilish o'sha tana bilan bog'liq narsalarni o'sha biologik tozalanish deb aytdim. Keyingisi ijtimoiy tozalanish. Ijtimoiy tozalanishda qaranglar qizlarjonlar, har doim o'sha toza xonada o'tirishingiz da, o'zingiz masalan yozadigan, minnatdorchilik yozadigan xonangiz iloji boricha toza bo'lishi. Endi bo'lishi mumkin, masalan yosh bolalarimiz bor, yosh bolasi bor xonadon toza turishi bu nerealni. Bu narsa man ishonch bilan ayta olaman. Haqiqatda o'sha masalan bolani baxtliligini bilmoqchi bo'lsangiz, o'sha uyi toza yoki yoyilgandan ko'ring deydi-yu. Demak, bolaligi berilgan uy har doim yoyilgan bo'ladi. Bizani o'zbek mentalitetimizda bor, baribirga ham o'sha mehmonni baribir qadrlaymiz, boshqa qilamiz, qanaqadir mehmonxonamiz bo'ladi yoki bo'lmasa kimdir qo'ni-qo'shni yoki kimdir chiqib qolganda o'tkazadigan alohida joyimiz bo'ladi. Hatto shunaqa joyda bo'lsa ham, toza joyda, xullas bitta gap bilan aytganda, toza xonada o'tirishingiz, toza xonada yozishingiz, spalniyangiz, yotadigan xonangiz toza bo'lishi, ovqatlanadigan joyingiz ham, ovqatlanayotgan masalan stolingiz ham toza bo'lishi. Iloji boricha o'sha yoyilib, idishlar qolib ketgan stolda ovqatlanmaymiz. Cheti uchgan, kir bo'lgan yoki dars ketgan idishlardan foydalanmaymiz. Uydagi ortiqcha narsalaringizda, mana shkafingizdagi narsalar bo'ladimi yoki bo'lmasam kerak emas deb kiyimlarni sortirovka qilaman deysiz, tortmangizdagi kerak emas narsa yoki bo'lmasam sumочканgizdagi narsalar. Bulardan ham o'sha kerak emasga ajratib, kerak emaslarini berib yuboramiz yoki tashlab yuboramiz. Agar juda ko'zingizlar qiymasa sotib yuborsangiz bo'ladi yoki hadya qilib yuborsanglar bo'ladi. Keyingisi informatsion gigiyenaga amal qilamiz. Seriallar, muhokamali ko'rsatuvlar, kerak emas TikTok videolar yoki YouTube'dagi shorts yoki Instagram Reels'lar yoki Facebook ma'lumotlaridan vaqtincha chegaralanamiz. Mana shu oyda, hatto shu 21 kun davomida muhokamali chat gruppalardan chiqib ketamiz. Masalan, shunaqa chat gruppalar bor-ku, mana qanaqadir o'sha nima deydi, qora xabar, Telegram yulduzlari yoki yana qanaqadir o'zbek video, masalan muhokamaga chaqiradigan hammani intrigali mavzularni olib chiqadigan kanallar bor. Shunaqa kanallardan vaqtincha chiqib ketib turamiz. Kontaktlarimizni tozalaymiz. Telefonimizdagi kerak emas SMSlar yoki kerak emas yozishmalarni o'chiramiz, kerak emas bo'lsa. Telefoningiz xotirasini ham biz ko'p holatlarda kerak emas bo'lgan retseptlarni yozib olamiz, rasmlarni olib olamiz. Lekin уже foydalanmayotganingizga 1 yil bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Mana shu narsalarni tozalaymiz. Keyingisi iloji boricha boshqa psixologlarni vaqtincha eshitmay turasizlar, chunki har kimning o'zini berish uslubi bor. O'sha paytda sizni ichingizda ikkilanish bo'lib qolmasligi uchun, sizni chalg'itib qo'ymasligi uchun, bu yoqda ichingizda baribir aqlimiz ishlab ketadi, muhokama yoki bo'lmasa solishtirishlar bo'lib ketib, bizning energiyamiz tarqab ketmasligi uchun. Keyingisi ruhiy tozalanish. Ruhiy tozalanish, o'zingiz bilan ko'proq muloqot qilasiz. O'zingiz bilan mana shu 21 kun davomida ko'proq iloji bo'lsa yozma muloqot qilasiz, bo'lmasam o'sha ko'p o'zingizga iloji boricha yozsangiz baribir yaxshi. Men kimman, nima xohlayman, menga nima yoqadi, nimani o'zgartirishni xohlayman, qanday bo'lishni xohlayman. Mana shu haqida shunaqa savollar o'zingizga ko'p beraverasiz. Keyingisi har kuni ruhingizni uyquga tozalash. Masalan, o'sha tana tozaligi, qalb tozaligi shu kun uchun mana bugungi kuningiz uchun yaratgan zotga minnatdorchilik bildirish yoki bo'lmasa hayotingizdagi har kun kechki payt uyquga yotishingizdan oldin bugungi bo'lib o'tgan vaziyatlar uchun, yaxshimi yomonmi yoki bo'lmasam bugungi hayotingizda uchragan insonlar uchun bugungi kunda Alloh taolo sizni qancha narsaga qodir qildi. Yeyish, ichishga, o'sha ovqatingizni hazm qilishga yoki farzandingizni quchoqlashga, turmush o'rtog'ingiz bilan qanaqa yaxshi yomon bo'lsa ham muloqot qila olishga, ko'zingizda mana masalan o'sha tanangiz sog'lom bo'lib, o'sha kun kechira olganiga minnatdorchilik. Har kuni uyquga yotishdan oldin bo'ladigan narsa bu. Prям his qilib uyquga yotishingizdan oldin duo qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, o'sha Xudoga shukr duosi qilsangiz ham bo'ladi. Allohim, mana shunaqalar qilganing uchun sendan minnatdorman. Senga ming martalab shukrona aytaman. Mana shunaqa qilish. Har kuni ertalab uyg'onganingizdan keyin sizga berilgan yangi hayot, yangi imkoniyat uchun Allohga shukrona keltirish. Hayotingizdagi har bir insonga yaxshilik tilash. Bu masalan, men ko'p kurslarda aytganman, qizlarjonlar. Masalan, sizlarga berilgan har bitta kun bu yangi hayot degani. Siz bugun ertalab mana uyg'ondingiz, mana eshityapsiz, biling, siz qaytadan tug'ildingiz. Siz уже yangi hayotga, qayta dunyoga keldingiz. Shuning uchun Allohga minnatdorchilik bildirish, Allohga shukr qilish. Allohim, meni
o'limdan qayta uyg'otganing uchun deb masalan o'sha sendan minnatdorman deb masalan bugun qancha insonlar uyg'onmagan bo'lishligi mumkin yoki qancha insonlar mana ularga o'sha hayot berilmagan bo'lishligi mumkin shuning uchun sizni o'limdan qayta tiriltirgan zot mana uyqu ham o'zi uyquni ham darajalari bo'ladi bu ham uyqu ham yarim o'lim holati deyiladi sizni xuddi shunaqa Alloh uyg'otgani uchun Allohga shukrona etish ertalab har kun uyg'onganingizda uyg'onib ko'zingizni ochib nafas olayotganingiz uchun Xudoga minnatdorchilik bildirasiz. Allohim meni uyg'otganing uchun yarim o'lik holatimdan meni tiriltirganing uchun meni qayta tug'iltirganing uchun sendan minnatdorman. O'sha atrofingizdagi siz bilan bitta oilada yashovchi insonlarga yaxshilik tilash. Birinchi o'sha o'zingizga Allohim nima duo qilmoqchi bo'lsangiz ichingizdan o'zingizga tilab ichkarida atrofingizdagi inson farzandingizga tilash, turmush o'rtog'ingizga yoki bo'lmasam o'sha oila a'zolaringizga yaxshilik tilash. O'shalarga ham yaxshilik masalan nima desa bo'ladi? Xullas yaxshilik tilash. Nima kerakligini ularga bilasiz. Xayolan shularni ularga sovg'a qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, o'sha xayolan sevgi ularga yoki bo'lmasam e'tibor yoki juda ham ko'p narsa. Shularni tilaysiz. Keyingisi har kuni ertalab mana og'iz yopganingizdan keyin, og'iz yopilgandan keyin o'sha 5-6 soat 5-6 oralig'ida uyquga yotayotganingizda quyosh tomon, quyosh botadigan tomon qibla tomonga yuzlanib duo qilasiz. Allohim, o'zimni o'zligingga topshirdim, qarorimni qaroringga topshirdim, ilohiy oqimingga o'zimni topshirdim. Bu so'zlarni aktivlashtiraman deysiz. Tushuna oldinglar qizlarjonlar? Har kuni ertalab 5-6 soat 5-6 vaqt oralig'ida uyquga yotayotganingizda mana shu ikkita mahalda shuni aytasiz. Buni masalan kod deysizmi, kod desangiz ham bo'ladi. Duo deysizmi, u o'zingizni e'tiboringizga havola. O'sha paytda eslab qoling, Allohim, o'zimni o'zligingga topshirdim. Qarorimni qaroringga topshirdim. O'zimni ilohiy oqimingga topshirdim. Aslida ilohiy oqimda hamma narsa to'g'ri. Aslida ilohiy oqimda xatolik yo'q. Aslida ilohiy oqimda har bitta narsa sizni rivojlantiruvchi, sizni yuksaltiruvchi, sizni o'stiruvchi. Aslida mana shu narsani his qilgan holatda shu so'zlarni aytamiz. Men bu so'zlarimni aktivlashtiraman. Men bu kodlarni aktivlashtiraman deb aytish. Bugun sizlar qilishinglar kerak bo'lgan eng asosiy vazifani beraman. Birinchisi o'sha yuqorida aytib ketgan o'sha 21 kun davomida har kun qilishingiz kerak bo'lgan vazifalarni boshlaysiz va ikkinchisi spalningiz, yotoqxonangiz, uxlaydigan xonangizdan o'sha shkafingiz bo'ladimi, kiyim-kechagingiz bo'ladimi yoki bo'lmasa masalan o'sha tryumolaringizdagi, tortmalaringizdagi yoki sumkangizdagi parfyumeriyalar bo'ladimi, ortiqcha narsalar siz 9 oy, 1 yildan beri foydalanmayotgan narsalarni kimgadir berib yuboramiz yoki bo'lmasam tashlab yuboramiz yoki bo'lmasam sotib yuboramiz. Masalan, agar juda aniq qilmasanglar, eng asosiysi faqat o'zimizga tegishlisini. Masalan, o'sha erimizga tegishli ulardan so'ramasdan tashlab yubormaymiz. Erim yo'q deyapti, qaynonam tashlattirmaydi yoki boshqa degan gap so'zlar kerak emas, chunki bu ularni hududi, ularni chegarasi, ularni chegarasini hurmat qilamiz. Boshqani chegarasini hurmat qilishni o'rganganimizda avtomatik boshqalar ham bizning chegaramizni hurmat qilishadi. Farzandlarimizni kiyim-kechaklarida ham xuddi shunaqa. Обязательно farzandlaringizni oldidan o'tasiz. Shu o'yinchog'ingni o'ynaysanmi yoki berib yuborsam bo'ladimi yoki tashlab yuborsak bo'ladimi yoki nimadir qilsam bo'ladimi, kerak emasmi senga deb o'sha farzandlarning narsasini ham albatta o'zlaridan so'raymiz. So'ramasdan qilish mumkin emas. Bu narsa hatto dinimizda ham berilgan. Bugun sizlar bilan o'sha minnatdorchilik haqida gaplashamiz. Nimaga bizga minnatdorchilik kerak? Endi masalan tasavvur qilinglar, hozirgi hayotingizda oila a'zolaringizdan yoki bo'lmasa hozirgi yashab turgan holatingizda nimalardan minnatdorsiz? Bitta qarab chiqasiz hissiyotlaringiz. Juda ham ko'pchiligimizda hozir minnatdorchilik yo'q. Men buni masalan muhokama qilmoqchi emasman. Hamma noshukur bo'lib ketdi yoki boshqa degan anundan umuman yiroqdaman. Noshukurlik yoki boshqa narsa emas. Insonning holati ba'zida shu narsaga kelib qoladi. Ba'zida o'sha aqlimizga chiqib olamiz yoki jamiyat o'lchoviga kiramiz, boshqa bo'lamizda, o'sha paytda bizada o'sha minnatdorchilik, hozirgi real hayotimizda biz minnatdor bo'ladigan narsalarni ko'rishdan to'xtab qolamiz, ko'rmay qolamiz, charchab qolamiz yoki har doim искусственный, masalan o'sha sun'iy yoqib yurish, har doim o'sha shukur qilaman, Xudoga shukur, sun'iy yoqib yurish ham bir xil paytda insonni charchatib qo'yadi. O'sha paytda
yoki bo'lmasam o'sha o'zimizni ichimizdagi holatimiz bilan boshqalar bilan bo'lishgimiz kelmaydi. Ular kulishi mumkin, ular gapirishi mumkin: voy sen mana bunaqa eding, mana bunaqa gapirarding-ku, o'zingda mana bunaqa ekandek, yoki bo'lmasam shunga o'xshagan narsalar, yoki ota onamizdan, yoki opa singlimizdan, yoki erimiz tomonidan, yoki qarindosh urug'larimiz, yoki dugonalarimizdan hijolat bo'lib, ko'p holatlarda maskalarga kirib ketib qolamiz. Maskalarga kirib ketib qolib, uni eri bunaqa qilayotgani uchun meni ham erim qilib berish kerak, uni bolasi mana bunaqa qilayotgani uchun meni ham bolam bunaqa qilish kerak, u mana bunaqa holatda yashayotgani uchun men ham shunaqa holatda yashashim kerak deb ko'p holatlarda o'yinga kirib ketib qolamiz. Mana shu joyda yerdagi o'zimizni yerda his qilish, hozir va shu yerda his qilish minnatdorchilik holatimiz, hozir bizga berganda, mana Alloh bizga bergan imkoniyatlarini yoki bo'lmasa hozir Alloh bizga berib qo'ygan ne'matlarini yoki bo'lmasam biza minnatdor bo'ladigan holatlarimizni esimizdan chiqarib qo'yamiz. İçimizda nolish ko'payib ketadi, hayotimizda norozilik boshlanadi. Hamma narsaga nisbatan alam, nafrat kuchayishni boshlaydi. Qaranglar, o'zingizlarga aytinglar, men shunaqa hayotimdan minnatdor bo'lish pozitsiyasidamanmi hozir? Mana shunaqa savol berib o'zingizga. Men hozir nimalarimdan minnatdor bo'la olaman? Men minnatdor bo'la olyapmanmi? O'zi degan unda o'zingizga savol berasiz. Qarang, endi masalan minnatdorchilikka ham, mana rahmat bor. Bu rahmatda, mana masalan o'zi minnatdorchilikka o'zi rahmat. Mana shu rahmatda ham o'zini vibratsiyasi bor. Masalan, oddiy ketyotdingiz ko'chadan, misol keltirib aytaman. Ko'chada ketyotdingiz, qo'lingizda olmalar bor edi, korzinkadan oldingiz yoki boshqa bo'ldi, xullas magazindan olma oldingiz paketda, paketingiz sochilib ketdi. Sochilib ketdi-da, olmalaringiz sochilib ketdi yerga. O'sha paytda bitta ayol yoki bitta erkak kelib, o'sha olmalaringizni yig'ishvordi-da, paketga solishingizga yordam berdi. Bu paytda siz unga aytdingiz, rahmat dedingiz. Bu rahmatingiz 50 gertsga tashkil qiladi. Yoki bo'lmasam, masalan, o'sha uyingizda ham bolangiz nimangizgadir qarashvordi yoki boshqa qildi. Bu paytda ham rahmat deymiz. Yoki bo'lmasam, mana kafelarga borganimizda ovqatimiz kelguncha kafedagilar o'sha choy bilan mehmon qilishadi. Turetskiy kafelarda ko'p shunaqa bo'ladi. Choy yonida o'sha holvasi bilan mehmon qilishadi. O'sha paytda mana shuni sizga olib keldik, bizani tanlaganingiz uchun deb sizga choy berishdi holvasi bilan. Bu paytda ham sizni ichingizda rahmat deysiz, xursand bo'lasiz, rahmat deysiz. Bu 50 gertsga tashkil qiladigan rahmat. Endi bu narsani masalan endi keyingi misol bu yerda qarang endi. Bu misolni aytganman. Yana takrorlayman. Masalan, tasavvur qiling, bitta domda, bitta uyda yong'in chiqdi, ichkarida bolalar qolib ketgan. O'sha uy egalarini bolalari qolib ketgan. O'sha paytda kimdir keldida yordamga, o'sha bolalarni o'sha yong'indan o'zini jonini nima deydi, xavfga qo'yib, o'sha oilani bolalarini ichkaridan olib chiqib berdi. O'sha paytdagi onani o'sha rahmati, o'sha insonga nisbatan minnatdorman. Sen meni 3 ta jonimni asrab qolding yoki meni hayotlarimni asrab qolding, meni eng katta boyliklarimni asrab qolding, farzandlarimni asrab qolding. Mana yordam berding-da shunga degan o'sha inson shu o'zini jonini xavfga qo'yib shu narsani qilib berdi sizga. Yoki bo'lmasam, masalan, yana qanaqa desa bo'ladi? Bitta insoningizni, yaqiningizni yoki bo'lmasam, misol keltirib aytaman, bo'lmasam, masalan, bitta ayol bolasini yoki o'zini o'sha unga jigar kerak bo'ldi. Kimdir kelib unga o'sha donor topilmadi, o'zini jigaridan kelib o'zini jigaridan o'sha analizlar to'g'ri kelgani uchun o'zini jigaridan berishga rozi bo'ldi. Shundoq qilib berishga rozi bo'ldi. O'sha paytda o'sha ayollar ichidagi minnatdorchilik. Qanaqa darajadagi minnatdorchilik bu? Bu juda ham katta vibratsiyadagi, ya'ni 140 gerts vibratsiyadagi minnatdorchilik hisoblanadi. Hozir men sizlarga bu gerts nima, vibratsiya nima, shular haqida ham qisqacha tushuntirib ketaman. Bu yerda o'sha minnatdorchilikning farqini tushuntirib beraman. Sizlar hozir masalan ko'pchiligimiz og'zida aytayotgan, masalan ovqatdan keyin aytayotgan yoki bir-birimizga gapirayotgan, xudoga shukr, alhamdulillah deb aytayotgan gaplarimiz ko'pchiligimizda hatto 50 gerts ham emas-da. Prosta o'sha til uchida aytiladigan, tilimiz yodlab olgan, mana обычно o'sha aksirganingizdan keyin alhamdulillah degandaka ani holat bo'lib ketgan. Masalan, endi to'g'ri bo'lishi mumkin, alhamdulillah aksirganingizdan keyin aytganingizda his qilib, o'sha qayta tirilganingizni his qilib aytadiganlar ham bo'lishi mumkin, lekin aytmoqchimanki, salom va xayrga o'xshagan darajaga kelib qolganlar ham bor. Shukr, biz shunaqa darajada unga qo'yib qo'yganmiz. Mohiyatini his qilmaydigan bo'lib qolganmiz demoqchiman.
И bugun kuzatib ko'rasiz o'shani. Qaysi gertsikdagi siz minnatdorchilikni bildiryapsiz atrofingizga. Siz oila a'zolaringizga yoki o'zingizga yoki yaqinlaringizga yoki o'sha yashayotgan uyingizga yoki masalan o'sha hayotingizga qaysi gertsikdagi minnatdorchilikni bildiryapsiz. Hozir men sizlarga aqlinglar ko'nishi uchun o'sha bitta jadval tashlab beraman. Bu yerda o'sha Schumann rezonansimi shunaqa degan yeri vibratsiyasini o'lchaydigan bu fan. Bu masalan ezoterika emas yoki qanaqadir psixologiya emas yoki o'ylab topilgan narsa emas. Bu chista ilm-fan. Ilm-fan o'sha o'rganib chiqqan. Hozir men sizlarga tablitsani tashlayman. Qizlarjonlar, mana qaranglar, men sizlarga hozir mana 7-8 postda tashladim. Yer vibratsiyasi va bizani hissiyotlarimizni vibratsiyasini tashladim. Qaranglar, bu yerda mana Schumann rezonansi bo'yicha yer tebranishini o'lchashgan. 94-yildan boshlab toki 2021-yilgacha bor bu yerda. Hozir 24-yilga kelib yer vibratsiyasi уже 50 gertsga yetdi deyishyapti. Endi bu nimani ko'rsatib beradi? Hozir endi qaranglar qizlarjonlar. Bu yoqda mana har bir insonning o'sha hissiyotini o'ziga xos tebranishi bor dedim. Bu tebranishlar gertsklar bilan o'lchaniladi. Mana qaranglar, sizlarni ichinglardagi qo'rquv, aybdorlik hissi 0,2 gertsk. Mana hozir eng pastdan qaraymiz. Xafagarchilik 3,5 gertsk. Mana kibr уже 0,9 1 gertsk emasda уже. G'azabingiz bu ham 0,9 gertsk. Endi qaranglar qizlarjonlar, hozirgi paytda yer vibratsiyasi 50 gertskga yetgan paytda siz bu pastki vibratsiyalarda yurgan paytingizda yerda rivojlanishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Yerni tepkilarini olishingizga to'g'ri keladi. Jertva pozitsiyasida sizni kimdir tepkilab og'riqlarda, kasalliklarda, yo'qotishlarda shularda o'sishingizga to'g'ri keladi. Hozirgi oson, yengil rivojlanishni xohlasangiz, mana o'y hayollaringiz tez realizatsiya bo'lishini, o'zingizni ham masalan o'sha nima deydi, og'ir mehnatdan yengil mehnatda kam ish qilib ko'p pul topishni xohlasangiz yoki bo'lmasa o'sha orzularingizga tez yengil, oson erishishni xohlasangiz, munosabatlarda muvaffaqiyatga erishishni xohlasangiz, siz 50 gertskdan kamida yuqori bo'lgan, hech bo'lmaganda 60 gertskda, hech bo'lmaganda 50 gertskda yashashingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam bitta qilib aytganda eng kamida 60 gertskda yashashingiz kerak bo'ladi. Hozir mana o'zingizlarning hissiyotinglarni kuzatib chiqasizlar. Sizda ko'proq qaysi hissiyot? Hozir qayerda o'zingizni aybdor his qilyapsiz? Nimadan qo'rqyapsiz? Qayerda xafagarchiligingiz bor? Qayerda kibringiz bor? Qayerda g'azablanyapsiz? Mana shulardan hozir mana tashlab qo'ydim. O'sha yerdan qarab o'zingizni hissiyotlaringizni kuzatishni boshlaysiz. Hissiyotlaringizni kuzatasiz, sizda qaysi gertskga yaqin minnatdorchilik bor yoki siz hozirgi kunda, hozirgi hayotingizda aslida qaysi gertskda yashayapsiz? Hozirgi paytda sizni yer bilan vibratsiyangiz to'g'ri kelyaptimi? Demak, hozirgi hayotingizda amalga oshmayotgan narsalar yoki bo'lmasam sizni qiynayotgan vaziyatlar hammasi nimaga nisbatan javob beryapti? Hammasi o'zingizni vibratsiyangizdan kelib chiqib javob beryapti. Shuni kuzatib ko'rsangiz bo'ladi. Mana yana rasmdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu yerda o'sha optimizm yoki bo'lmasa o'sha qabul qilish pozitsiyasida bo'lsangiz, 46 gertsk ko'rsatib beryapti. Eng kamida o'sha mana yuqori vibratsiyaga o'tish va har bitta narsani orqasida yaxshilik borligini his qilganingiz o'zida o'sha sizda o'sha optimizm boshlandi. Bu narsa bekorga bo'lmadi. Men qabul qilaman shu insonni, shu vaziyatni, shu oilani o'sha bu yerda 46 gertsk bo'lyapti. Endi tasavvur qilinglar, minnatdorchilikdagi gertsk qanchalikligini, 140 gertskligini. Yana bitta narsa, masalan bu yerda уже sizlarda savol tug'ilishi mumkin yoki bo'lmasa oilaviy vaziyatlaringiz yoki boshqalar bo'lishi mumkin. Bular haqida negativ gruppaga yozmaymiz. Chunki biz уже bu yerda уже masalan o'sha 60 ga yaqin odam yig'ilganmiz. Bu yerda 50 ga yaqin, 60 ga yaqin odam yig'ilganmiz. Hammamiz уже minnatdorchilikka chiqqan paytimizda, vibratsiyamiz ko'tarilayotgan paytda kimdir уже negativ yozdimi gruppaga. Bu yerda ko'pchiligimiz diqqatimiz ketadi. Shu joyda kimdir уже nimagadir diqqatimiz ketdimi, o'sha joyga energiyamiz ketadi. Shuning uchun energiyamizni avaylaymiz, energiyamizni asraymiz qizlarjonlar. Shuning uchun mana hozir men sizlarga rasmlar tashlab qo'ydim. Shular bo'yicha bugun hissiyotlaringlarni kuzatasizlar. O'sha berilgan vazifani bajarasizlar qizlarjonlar. Yana bitta narsani bilib olishimiz kerak. Bu masalan bu yerda ichingizda savol tug'ilishi mumkin. Men bu vaziyatimni yaxshilamoqchi edim, men maqsadimni amalga oshirmoqchi edim yoki boshqa deb. Bitta narsani bilib oling, minnatdorchilik shunaqa katta vibratsiya, shunaqa katta gertskli his Xudoga yaqinlashtiradigan vibratsiyadan hisoblanadi. Shuning uchun ham
Bunda hamma narsangizga foyda bo'lishi mumkin. Sog'lig'ingiz, munosabatlar, pul, maqsadlar, muvaffaqiyat, hamma narsaga ta'siri bo'ladi baribir ham. Chunki bizadagi har bitta o'y xayolimizdagi hamma narsa birinchi energetik hal bo'ladi. Ya'ni o'sha narsani hissiyotini beramiz, o'sha gertsikka chiqamiz albatta u bizani hayotimizga kirib keladi. Shuning uchun yuqori vibratsiyada bo'lmas ekansiz, u narsa baribir ham hayotingizga kirib kelmaydi. Bir xil aytishadi, masalan, pulsizlikda yoki boshqa narsada menimcha pulim bo'lsa bunaqa qilardim yoki buncha bo'lsa bunaqa qilardim deb. Unda o'sha pul bo'lsa ham o'sha xohlagan narsasini ola olmasligi mumkin. O'sha pul qayerdandir olishi mumkin, kredit olishi mumkin, qarz olishi mumkin, qayerdandir meros qolishi mumkin, lekin u insonda o'sha xohlayotgan maqsadiga nisbatan vibratsiyasi yetarli emasmi? U baribirga ham o'sha xohlayotgan narsasini qo'lga kirita olmaydi. Bizani bu kursdan eng asosiy maqsadimiz aynan shu vibratsiyani ko'tarish, qizlarjonlar. Qizlarjonlar, har bittanglar o'sha bizada ertangi kun uchun ruchka, bloknot yoki bo'lmasam daftar, xullas shular tayyor bo'lishi kerak. Savol tug'ilishi mumkin, yozish shartmi? Minnatdorchilikka. 99% yozganingiz yaxshi. Chunki biza nimanidir yozgan paytimizda diqqatimiz o'sha narsaga ketadi. Diqqatimiz o'sha narsaga ketdimi, biza bitta narsani aniq qilib daftarga tushirdikmi, birinchi qadam qo'ydik. Realnostga olib chiqish uchun birinchi qadam qo'ydik. Ya'ni o'sha fikrimizdagi yoki o'sha miyamizdagi o'y xayolimizni birinchi realnostga olib chiqdik. Ya'ni qog'ozga ko'chirdik. Shu joydan bo'ldi, realnostga amalga oshishi birinchi qadam qo'yildi. Asosan o'sha bitta narsa aniq qilib yozilganda diqqat o'sha narsaga qaratilinadi. Diqqat bitta narsaga aniq qaratilindimi, fokus bitta narsaga mo'shni qaratildimi, u joyda albatta energiya bo'ladi. Xuddiki masalan tasavvur qiling, xuddiki o'sha bitta urug'i ekdingiz, mana o'y xayolingizda turgan bitta fikr, u urug'i deb tasavvur qilamiz. O'sha urug'i ekdingiz. Mana qog'ozga yozganingizda u urug'i ekasiz. Uni his qilganingizda yoki o'sha tasavvur qilgan paytingizda unga xuddiki suv quyib, uni parvarish qilib, unga o'sha nima deydi, o'g'itlarini solganingizdek bo'ladi. U urug' albatta unib chiqadi. Unib chiqmasligini umuman iloji yo'q, qizlarjonlar. Albatta, inshaalloh unib chiqadi. Shuning uchun minnatdorchilikka yana bitta katta siridan bittasi, o'sha yozayotgan narsangizga minnatdorchilik bildirayotganda unga nisbatan o'sha hissiyot ishlashi. Mana hozir mana o'sha vibratsiyani men sizlarga jadvalini tashladim-ku. Xuddi shunaqa sizda o'sha maqsadingizga nisbatan hissiyotingiz ishlashi. Aslida siz xohlayotgan maqsad sizni hayotingizga kirib kelish uchun o'sha hissiyotda yurishingiz kerak bo'ladi. Masalan, qanaqadir uy xohlayapsiz, qanaqadir summadagi pul xohlayapsiz yoki sayohat xohlayapsiz yoki farzand xohlayapsiz yoki farzandingizni to'yi bo'lishini xohlayapsiz yoki yana juda ham ko'p oilaviy xotirjamlik xohlayapsiz-da, juda ham ko'p narsalar. Aynan o'shani hissiyoti, u aynan o'sha siz xohlayotgan vaziyat sodir bo'lgandagi, sizda sodir bo'lgandan keyingi o'sha hissiyot sizda hozir yo'qmi? Demak, u narsa hayotingizga kirib kelmaydi. Masalan, mana ko'pchilik bilan ishlaganda aytadi-da, pulim ko'p bo'lsin yoki boshqa bo'lsin. O'sha ko'p pul bo'lishi sizga nima beradi desam, xotirjamlik deydi. Demak, xotirjam hozir bo'ladi, keyin keladi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Oldin o'sha energetik hal qilamiz, oldin vibratsiyasini beramiz, keyin u narsa bizani real hayotimizga kirib keladi. Qizlarjonlar, bugungi o'sha birinchi darsimiz shundan iborat. Men sizlardan o'sha berilgan vazifalarni topshirishinglarni, bergan savollarimga javoblar yozishinglarni so'rab qolaman, qizlarjonlar. Aktivroq bo'lamiz. Chunki aktiv bo'lganimiz sayin biz o'sha harakatga kiramiz. Harakatga kirganimizdan keyin energiya almashinuvi bo'ladi. Ko'pchilik yig'ilgan joyda juda katta energiya almashinuvi bo'ladi. Shuning uchun hammanglardan aktiv bo'lishinglarni. Masalan, o'sha darslarni eshitganingizda o'sha qancha uzoq bir yarim soat bo'lishi mumkin. Shularni eshitib, o'sha kelgan savol bergan savollarimga kelgan javoblarni yozib guruhda bo'lishib ketaveramiz, qizlarjonlar. Xudo xolasa ertaga ikkinchi darsda ko'rishguncha, qizlarjonlar.